Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Men bugun sizlarga Canva saytining obzor qilib berishni ma'qul ko'rdim. Xo'p. Hozir diqqatinglarni ekranga qaratishga so'rab qolaman. Hozir zapisni yoqaman. Hop. Mana shu Canva saytining главный ekrani hisoblanadi, ya'ni asosiy ekrani hisoblanadi. Mana yerda qidirsanglar bo'ladi. Masalan, qanaqa dizayn yaratmoqchisizlar? Saytinglar uchunmi yoki bo'lmasam bironta reklama uchunmi, qanaqa dizayndagi shablon yaratmoqchisizlar? Bu tashini qidirsa bo'ladi. Xo'p, mana yerda shablonlar bor. Ya'ni o'zingizlarga ideya olsa bo'ladi. Har xil shablonlar yaratib qo'ying. Har xil shablonlar yaratib qo'yilgan. Yuqoriroqqa chiqsanglar, bironta publishniy joyga chiqib выступление qilsanglar ham, prezentatsiya yaratib o'zingizlarni mahoratingizni ko'rsatsanglar bo'ladi. O'zingizlarga rezyume yaratsanglar bo'ladi, ya'ni ishga kirish uchun yoki bo'lmasam suhbatdan o'tish uchun shunaqa rezyume yaratib suhbatdan o'tsanglar bo'ladi, ya'ni ishga kirish uchun. Mana yerda logo yaratsanglar bo'ladi. Instagramga post qo'yish uchun har xil video, rasmlar ham yaratsa bo'ladi. Hop. Davom etamiz. Mana yerda o'zingizlar uchun buklet, dokument, ya'ni kim student bo'lsa, kim o'qisa yoki maktabda ta'lim olsa, mana shunaqa dokumentlar qilib yaratsanglar bo'ladi o'zingizlar uchun. Kim Facebookda o'zini stranitsasini yuritayotgan bo'lsa, mana shunaqa qo'yish emas. Buni nima uchun qo'ygan? Bu ideya olib, o'ziga ideya olib, masalan, o'zini ideyasini yaratib stranitsasiga qo'ysin degan ma'noda shunaqa shablonlar qo'yib qo'ygan. Xo'p. Bunda har xillari bor. Misol, kimdir saytni dizaynini qilmoqchi bo'lsa, o'zi uchun ochib, dizayn qilib, o'ziga shablon qilib yaratsa ham bo'ladi. O'ziga portfolio qilib qo'yib qo'ysa ham bo'ladi.
shablonlar bor ekan mana. Ilhomlanib, o'zingizlarga ideya olib yasaverasizlar. Kelinglar bitta joyni ko'rsataman. Ishlarimni. Keyin masalan buni shablon yaratganmi? Tekst degani shablonlar kelib fantaziyaga qarab dizayn degan joy qarab turishlarki dizayn oxirida dizayn o'zinglarning dizayninglarni yaratgan bo'lasizlar. Oson narsa. Bunaqa Photoshop qilib o'tirish shart emasda. Misol uchun mana bu. O'ziga jalb qiladigan qanaqadir so'zmi yoki bo'lmasam ma'noli gap bilan yozasizlarda qarab turishlarki dizayn tayyor. Oson. Unchalik aytishadiki programmirование darajasidagi qiyin joyi yo'qda. Aytmoqchi bo'lganim. Pastroqqa tushirib yana joyda qilsanglar bo'ladi. O'zinglarning publikatsiyalar uchun, o'zinglarning istaginglar uchun istaginglardan kelib chiqqan holatda, ya'ni mana shunaqa dizayn yaratsanglar bo'ladi. Xo'p, do'stlar, hozircha mana shu narsa edi. O'sha ma'lumotni bermoqchi edim men sizlarga. Keyingi safar yanada ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Rahmat kuzatganingiz uchun.